Hozir nurg'unlagan kasallar g'ururlikning sababidan kelib chiqadi desam ishonamiz qollar. Mushu 60-70 yillari paloni bir yezini, paloni bir kentida bir semiz odamda birisi bor ekan desa, nurg'un odamlar atoyan muzini yo'q qilib olganga o'xshash, atoyan o'sha odamni ko'gil vortmish ekan. O, crap. Nimanda semiz odam bu. Ajab baxtlik odam ekan, 9 tal odam ekan deb xalq havas qilgan odam. Nimişki bu semiz adamlık o zamanlarda nimiş için heves qildi degan chig'imizda nurg'un odam o chog'da emgakni nihoyat ko'p qilgan, harakat nihoyat ko'p, qatnash quroli yo'q. Necha kilometr, hatto necha 10 kilometrni kunda minib xizmatga borgan, urug' tuqqanlarni yo'qlayotgan harakat nihoyat ko'p. Shunga u odamlar nima desak, ham quvatsiz tomoqni ko'p yeyotgan, yana birga harakat ko'p. Endi hozir yeyishimiz nihoyat bak mo'l. Palaniyada Plutoniyaga minishga mumkin emas. 200 metr yerga minish uchun cho'qim ya biratal moto, ya biratal mashinamizni haydab mangmasak mang'imiz kelmaydi. Shu sababdan yetgan energiya, yuqori energiyali tomoqlarni ko'p yedik, harakatimiz oz, shu sababdan semizlik kelib chiqdi. Dal bu narsa nima deb kelib chiqdi degan chog'da dal g'ururlik. Bu g'ururlik bizdagi nurg'unlagan kasallikni keltirib chiqarib qo'ydi. Masalan, Muşu diyabet keselligi ma köp yiyishdan kelib chiqadi deymiz. Baylar keselligi deb atab qo'yamiz. Köp yeb bergandan keyin, yeb bo'lib biz harakat qilmagandan keyin oshqozon osti bezininki qana besimi eshib ketib, diyabet kasalligini keltirib qo'ydi. Yana birga yuqori qon besim, min qilgan tomir to'sish ketish qatorliq nurg'unlagan shunday kasalliklarni amaliyotda ko'p yeb bilish, quvvatli yeb bilish, lekin g'ururlik bilan yetib olib, harakatni oz qilish sababidan shunday kasallikni keltirib qo'ydi. Shunga agar harakatni nihoyat ya ko'p qilgan yoki bo'lmasa hech bo'lmasa piyoda minishni o'ziga doim odat qilgan bunda tuqqanlarimiz odatli bo'lmaydi. Doktor biz tipidan dori olmaydi. Hattoki mushu ekranning oldida o'tirgan, mushu semirib ketgan 80 kilo, 90 kilodan eshib ketgan mushu tuqqanlarimizma kunda 3 kilometr piyoda minib 1 minutda 90 qadam mushuni 3 oyda oldiga davomlashib turganlar qana. Bizden atkan neçə min yıllık hatta neçə 10 min yıllık davalanish için sizlar mustasno bo'lib ketasiz. Biz nima ish qildik? Vurulduk. Yetgan narsamiz nihoyat yuqori energiyalik tomoqlar, lekin buni chiqarib o'tadigan energiyaga harakatimiz yo'q. Qavziyat nima uchun ko'p? Qavziyatmi shu harakatimiz yo'q. Harakat oz. Shunga nurg'unlagan kasallar amaliyotda nima desak, mushu harakat orqali saqiydi. Doktorxonaga borsak, hech qanday bir doktor odatdagi qonni may ko'p, qon quyaq, jigar issig'i eshib oldi, diabet, yuqori qon besimliga o'xshash kasalligi kunda uxlab yotqin degan gapni qilmaydi. Piyoda minibpa degan gapni qildi. Lekin sizlar qanday qilsa, odatdagi 200 metrlik yerga qatnash quroli ishlatib mangmasanglar mang'onga kelmaydi. Shunga o'soqlijiq, jigar iqtidori ojizlab ketgan nurg'unlagan kasallar dal g'ururlikdan kelib chiqadi. Shunga hem böyle hazır sağlamlık takilatkan bu mezgillerde doğruga asallık tayini varmay, hareketli köp kılsak doğrularını biz uyumuzda süpürüp taşıp çıkıp alayımız.